Bugungi kunda Buxoro viloyatida ixtisoslashtirilgan maktablar bilan birgalikda 548 ta umumta'lim maktabi mavjud va ular orasida Peshku tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabi reyting jihatdan 2-o'rinni egallab turibdi. Joriy o'quv yilini ushbu maktab jamoasi yana yangi muvaffaqiyatlar bilan yakunlamoqda. Peshku tuman ixtisoslashtirilgan maktabda 59 nafar bitiruvchiga ega bo'lib, ular jami 170 ta sertifikatni qo'lga kiritishdi. Bundan 20 ta o'quvchimiz muddatidan oldin talaba bo'lgan bo'lsa, 25 nafarga yaqin o'quvchimiz 180 balldan ortiq ballarni qo'lga kiritib, bular ham talabalikka yaqin turibdi. Bundan tashqari 10-sinflarimizda ham 5 nafar o'quvchimiz, 9-sinflarimizda ham hozirda 189 ballni olib, muddatdan oldin talaba bo'layotgan o'quvchilarimiz soni ham tobora ortib bormoqda. Gulchehra opa Ro'ziyevaning 2 farzandi ushbu maktab o'quvchisi. Bugunda ularning ikkalasi ham muddatidan oldin talabalikka erishdi, deydi farzandlari muvaffaqiyatidan faxrlangan holda Gulchehra opa. To'ng'ich farzandim 11-sinfda, ikkinchisi 9-sinfda. Ikkalasi ham muddatidan oldin talabalik maqomiga erishdi. Repetitorlarga yo'naltirilmagan biza shu maktabda darsdan tashqari bepul kurslar, bepul to'garaklar o'quvchilarga tashkil qilingan. Davlat ta'lim standarti asosida fidoyilik va temir intizomga tayanib berilgan ta'lim bugun o'quvchilar natijalarida namoyon bo'lmoqda. Asosiysi maktabimizda yaratilgan sog'lom raqobat. Doim tengdoshlarim bilan birga sertifikatlar bo'yicha raqobat qilishni ma'qul ko'rardik. Ya'ni sertifikat olganda ham eng yuqori darajani qo'lga kiritish bizning maqsadimiz bo'lgan. Shu jarayon davomida biz deyarli barchamiz 189 ballni qo'lga kiritib, maktab ostonasidayoq talabalik maqomiga erishdik. 59 nafar bitiruvchidan 20 nafari muddatdan oldin talabalikka erishib, nufuzli oliygohlarga o'qishga qabul qilindi. Qolgan 39 nafari ham eng kami 170 ballarga ega. 9-11 sinflar kesimida hozircha 370 ta xalqaro va milliy sertifikatlar qo'lga kiritilgan. Maktab jamoasi kelgusida bu kabi natijalarni 100% qayd etib, umumiy reytingda birinchilikni egallashni maqsad qilgan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.